Inson hayotida tinch va farovon turmush kechirishining asosiy shartlaridan biri bu shinam uy-joyga ega bo'lishdir. O'z uy-joyiga ega bo'lish qanchalik muhim va quvonchli ekanini unga muhtoj bo'lganlar yaxshiroq tushunadi. Yaqingacha ham odamlar yillar davomida yemay-ichmay, uyli bo'lish uchun mablag' to'plagan. Bugun esa ehtiyojmand aholini uy-joy bilan ta'minlashning davlat tomonidan kafolatlangan imkoniyat va imtiyozlari borki, bu imkoniyatlar aholi uchun qulaylik yaratyapti. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yurtimizning har bir ma'muriy hududida barpo etilayotgan Yangi O'zbekiston massivlari bunga misol. 2030-yilgacha Yangi O'zbekiston massivlari sonini 100 taga yetkazish maqsad qilingan. Bu 250 mingta xonadon degani. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumani aholi nisbatan zich yashaydigan hududlardan biri. 2023-yilda tumanning Baraka mahallasida Yangi O'zbekiston massivi qurilishi boshlangan edi. O'zbekistonimizni dunyoda mana shunday bir tinch, farovon hayot kechirayotgan davlat ekanligi biz uchun g'urur va sharaf sanaladi. Aytmoqchimanki, albatta O'zbekistonimiz bugun gullab yashnaydigan davlat. Yangi O'zbekistonni barpo etilishi bu xalqimizning turmush darajasi uchun, ijtimoiy sharoiti uchun juda katta ahamiyatga ega. Mana shunday ijtimoiy sharoitni yaratishda prezidentimizning munosib hissalari bor. Ayniqsa prezidentimizning birinchi davlat rahbari bo'lib kelganlaridan boshlab xalqimizni tinch, osoyishta, farovon va to'kin sochinlik yashashi uchun juda katta e'tibor berib kelyaptilar. Uni mana guvohi sifatida biz turgan massivimiz bu albatta Baraka massivi deyiladi. Yangi O'zbekiston massivi bu eng ajoyib respublikamizda ham juda katta ahamiyatga ega bo'lgan massiv. Siz ko'rib turgan, biz ko'rib turgan massiv asli o'rni bu cho'l zonasi sanalardi. Cho'l zonasida bu yerda qoramollar boqilardi, qo'ylar boqilardi. Yangi O'zbekiston massivida qilingan ishlar xalqimizning ijtimoiy turmush tarzini yaxshilanganligini ko'rsatib turibdi. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Yangi O'zbekiston massivi bugungi kungacha bu yerda 24 ta ko'p qavatli uylar bitkazilib, 260 ta xonadon o'z uylariga ega bo'ldi. Birinchi bosqich yaxshi natijalarni berdi. Endi ikkinchi bosqich 2026-yil oxiriga qadar bu yerda yana 33 ta ko'p qavatli xonadon bitkazilishi rejalashtirilgan. Prezidentimiz qarorlariga asosan Baraka mefe hududidan 35 gektar yer tanlangan. Bu yerda endi ham Yangi O'zbekistonni massivini tashkil etish, shuningdek 150 gektar yerda tadbirkorlik uchun erkin iqtisodiy zonani tashkil etish hamda infratuzilma bilan ta'minlash maqsadida shu massivga yaqin hududda temir yo'l ishga tushirish rejalashtirilgan edi. 2024-yilda Yangi O'zbekiston massiviga 24 ta ko'p qavatli uy mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda shuningdek o'sha massivimizda bitta maktabgacha ta'lim hamda bitta oilaviy poliklinika qurib foydalanishga topshirildi. Aholimizga qulaylik yaratish maqsadida Yangi O'zbekiston massivida ipoteka kreditlari hamda subsidiya asosida ko'p qavatli uy-joylarimiz sotilmoqda. Shuningdek, Yangi O'zbekistonimizning ikkinchi bosqichida ham qurilish ishlari amalga oshirilishi boshlandi. Bugungi kunda 33 ta ko'p qavatli uyimiz qurib foydalanishga topshirish uchun loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, gen planlari tasdiqlandi. Shu narxlarni arzonlashtirish, mahalliylashtirishni ko'paytirish maqsadida 2025-yilda massivimizga yaqin hududda temir yo'l o'tkazilib, foydalanishga topshirildi. Buni natijasida shu qurilishda ishlatiladigan materiallarimiz temir yo'l orqali tashib, narxni arzonlashiga olib keladi. Yangi O'zbekiston bu shunchaki baland uylardan iborat mavze emas, balki odamlar hayoti, kelajak avlodga qulay sharoit taqdim etilayotgan zamonaviy shahar muhiti. Bu yerda suv ta'minoti, kanalizatsiya, issiqlik va elektr tarmoqlari, avtobus bekatlari, velosiped yo'laklari, savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari tashkil etilgan. Yangi O'zbekiston massivi bu shunchaki aholi punkti emas, balki Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot timsolidir. Ana bugunga kelib bu ko'rkamlik har bir insonni faxrlantiradi. Nafaqat bu ko'rkam binolar, hatto ana suv zavodi, bu yerda hozir terini qayta ishlash zavodi ochilishi rejalashtirilgan, poyezd yo'li ochilish marosimini o'tkazdik. Ana Xudo taqdir qilsa park yaqin 1 yil 2 yilda ishga tushadi va inshootlarimiz qaytadan yana 7 va undan yuqori etajli inshootlarimiz qurilishi davom ettirilishi, yangi bir massiv
yana ham bu hozirda arifmetik jihatdan bir tahlil qiladigan bo'lsak, bu qurilgan inshootlarimiz bu yerdagi yangi massivni 40%ni o'rtacha tashkil qilarkan xolos. Yana kengayishi va yana farovonlik va yana aholimizning ko'payishi, hatto G'ijduvon tumanimiz respublika bo'yicha aholisi zich joylashgan tumanlardan biri hisoblanadi. Ko'p qavatli uylar ayni kerak. Ayni kerakligi va butun G'ijduvon ahliga bu yoqib tushganligi, hamma faxr va iftixorda ekanligini mana bugun g'urur bilan, iftixor bilan aytaman. Mana yaqin joyda sok zavodi yaqinda ishga tushadi deb aytyapsiz, terini qayta ishlash zavodi. Xuddi shunday. Bu endi zavodlar mana shu yerda yashaydigan, mabodo ishi yo'q bo'lsa, o'sha odamlarga joriy etilgan. Juda ham to'g'ri. Ana bu masalada men o'zimning fikrimni aytmoqchi bo'lsam, o'sha bitta suv sok zavodi 300-350 ishchi o'rnini bizga yaratib beryapti. Terini qayta ishlash zavodi 100-150 ishchi o'rnini. Bu ishsiz aholimiz bor. Bu qatlamimiz ish bilan ta'minlanadi. Bu massiv yana bizga bir faxr keltiradigan tomoni shundaki, mana kirib kelish shahardan biz 28-30 kilometr olisda yashaymiz. Mana bugunda to shahardan keladigan yo'limiz ta'mirlangan, ichki yo'llar ta'mirlangan. Shamol bo'lganda changni sezmaymiz. Ana biz faxrlanib, g'ururlanib aytadigan, e'tibor qaratadigan tomonlarimiz shulardan iborat. 7-8 yil muqaddam bir uyga ega bo'lish uchun yoki davlat qurib beradigan uyni olish uchun qanchalik uni sotib olishga iqtisodiy qiyinchilik ko'rganligimiz butun hammamizga ayon. Bugunlik yillar juda ham to'g'ri. Bizni o'zimizni ham boshimizdan o'tgan, bugunlikka kelib davlatimiz tomonidan subsidiyalarni ajratilishi, imtiyozli kreditlarni ajratilishi, kam ta'minlangan oilalarni chetda qolib ketmasligi, yakka yolg'izlarni, daftarda turadigan ayollarimizni chetda qolib ketmayotganligini e'tirof etib o'tishimiz kerak. Qarang, yangi O'zbekiston massividagi barcha binolar yangi, zamonaviy me'moriy yechimga ega. Ular orasida esa 330 o'ringa mo'ljallangan mahobatli maktab o'z salobati va zamonaviy qiyofasi bilan uzoqdan yarq etib ko'zga tashlanadi. Bosh kelin bo'lganligim uchun ko'chib chiqishimiz kerak edi. Moliyaviy jihatdan bunga qurbimiz yetmasdi. Biz davlat subsidiyasiga ariza topshirdik. O'zim o'qituvchi bo'lganim uchun ijobiy hal etildi, subsidiya berildi va biz o'zimizga yaqin hududdan uy olishga qaror qildik. Yangi O'zbekiston massivi bizga yaqin joyda joylashgan. Bu yerdan uy oldik, 3 xonali uy oldik. Hamma sharoitlari bor. Uyimiz eng muhimi ta'mirlangan, jihozlari bilan tayyor holda berildi. Bu yerga kelganimizda bog'cha maktablari hali ochilmagandi. Aprel oyida bog'chasi ishga tushdi. Farzandlarim bog'cha boradi. Juda ham yaqin masofasi. Oldingiday qiynalib olib borib qo'ymaymiz taksi bilan. Shunday ko'chaga chiqib, qo'limni silkitib qo'yaman, farzandlarim o'zlari ketadi. Bog'chaga borishadi. Maktabga borishga biroz qiynaldim. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 53-maktab ham ochildi. Men ishlaydigan maktab juda uzoq edi. Vazirlik test asosida qabul qilindik ishga, testdan o'tdim. Sertifikat toifalarim bor edi. Bular ham inobatga olindi. Men boshlang'ich sinflarga dars beraman. Maktab ham uyimning yoniga 2 daqiqalik yo'l. Uydan chiqib maktabga kiraman, farzandlarim o'tib bog'chaga borishadi. 28 yoshimda yangi uylik bo'ldim, yangi ish joyi, farzandlarim uchun yangi bog'cha, sharoitlarning hammasi juda ham zo'r, ajoyib. Men shunday farovon hayotda yashayotganim uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yerda yangi O'zbekiston farzandlari sifatli ta'lim olish uchun katta mehnat qilingan. O'quvchilarning ilmiy va ijodiy rivojlanishi uchun munosib muhit yaratilgan. Keng yorug' sinfxonalar, fan mavzulariga oid rasmlar, ko'rgazmali vositalar, interaktiv qurilmalar. Shunga yarasha pedagoglar ham imtihon asosida saralab olingan. Bizning maktabimiz respublika darajasida talabga javob beradigan maktab hisoblanadi. Zamonaviy xonalar, yangi laboratoriyalar, sport maskanlari, o'sha sport zallar, sport o'yingohlari hammasi barpo etilgan. Ko'plab pedagog o'qituvchilarimiz bizga ishga qabul qilinganmiz. Asosan o'sha o'qituvchilarimiz shu ko'p qavatli uyda yashaydigan ustozlarimiz ish bilan ta'minlanganlar.
ustozlarimiz xalq ta'limi imtihonlaridan o'tishdi va ular orasida saralar iqtidorli o'qituvchilarimiz ishga olindi. G'ijduvon tumanidagi Yangi O'zbekiston massivi, bu yerda yoshlar ta'lim oladi, bu yerda bolalar shodon o'ynaydi. Yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti nafaqat yangi bino, balki kelajak avlodning sog'lom va barkamol voyaga yetishi uchun yaratilgan haqiqiy ma'naviyat maskanidir. Asli men shu yerdaman. Bizaga oilamizda ko'pchilik yashaganimiz sababli bizaga mana shunday chiroyli uy-joylar kerak edi. Shunaqa sharoitlarni kelib ko'rib, biza havasimiz kelib oilaviy ishdan uy olishga qaror qildik va bu yerda sharoitlar bilan tanishib shu yerdan uy oldik. Uylarimiz juda ham yaxshi. Bunaqa uylar orzudagi uylar. Shu orzuyimizga erishib oilaviy farzandlarim bilan mana shu yerda turaman hozir. 20 yil asosida subsidiya qilib oldik mana shuni. Xo'jayinim o'zim ishlayman. Biz ham oilaviy sharoitimizga to'g'ri keladi mana shu yerdan olgan uyimizni to'lovlari. 3 million to'laymiz. Ilgari o'zim ishlamasdim hech qayerda. Mana bu yerga kelib, maktablari, bog'chalari ishga tushganini eshitib, shu yerdan ish so'rab keldik. Bizani ish bilan ta'minladilar. Farzandlarim mana shu yerda o'qiydi. Oldin 3-4 kilometr uzoqqa borib kelardi maktabga. Hozir Xudoga shukr bir qadam farzandlarim maktabga, o'zim ishga kelaman. Ayol kishi uchun orzudagi joy, ish joyisi yaqin bo'lsa, ko'ngli to'q. Shunday biz uchun yaxshi qulay sharoitlar yaratib berganlari uchun prezidentimizdan juda ham minnatdor biza. Odilona boshqarilayotgan insonparvar islohotlar to'lqini yurtimizning eng chekka hududlariga ham xalqimizning hayoti va turmushi uchun as qotadigan yangi imkoniyatlarni yetkazib berayapti. Buni G'ijduvondagi Yangi O'zbekiston massivi misolida yaqqol ko'rdik. Eng muhimi, mana shunday o'zgarishlar mohiyatini shu yerda yashayotganlar juda yaxshi anglaydilar. Nargiza, yangi uylar ma'ruf bo'lsin. Qulluq, xush kelibsizlar. Qanchaga tushdi endi bu uyingiz? Sharoitlari qanaqa? Bir aylantiring uyingizni. Uyimizni narxi 260 milliondan ziyodga tushdi. Subsidiya asosida oldik. Mana uyimizga xush kelibsiz. Aylanib ko'rishingiz mumkin. Remont qilingan, toza remont qilingan yangi uyga kirdik. Buni necha kvadrat metrimiz? 60 kvadrat metr. Necha xona? 2 xona. Mana hozir oshxonamizga kirib tashrif buyursangiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda gaz, svet, yo'q, gaz, svet muammo yo'q. Biror marta o'chmagan kunimizdan buyon mana yoqib ko'rsatishim mumkin. Internet berish kerak. 1,5 yildan beri yashayotgan bo'lsangiz, hali lekin biror marta o'chgani yo'q. Yo'q, gaz, svet biror marta o'chgani yo'q. Oho, Bu tomonda mehmonxona, yotoqxona, sanuzel xonamiz bor. 2 xona uy, anchagina kattagina ekan. Ha, Oho, bu mehmonxona. mana shu mehmonxonamiz. Umuman ta'mirdan chiqarmadinglar, shundoq olishdi. Ta'mirlangan uyga kirib keldik, subsidiya asosida oldik. Davlatimiz tomonidan subsidiya ajratildi. Ariza tashladik, bir pastda subsidiya qilib berishdi. Buning uchun yurtboshimizga minnatdorchilik bildiramiz. Xalqni uylab, shunchalik xalq uchun jon kuydirib fidoyilik qilayotganlari uchun mingdan ming rahmat, tashakkurimizni aytamiz yurtboshimizga, mas'ul xodimlarga. Qayerda yashagansiz Nargiza avval? Avval biz tumandagi Toshloq mahallasida yashardik, hovlida. Mana 1 yildan oshdi. Hozir yangi uyimizga ko'chib kelib, mana shu yerda istiqomat qilyapmiz. Demak, qishlabsizlar. Qish qanday o'tdi? Qish ajoyib, xonalar issiqlik tizimi bor, svet o'chgani yo'q, gaz o'chgani yo'q, hamma sharoitlar. Birinchilardan mana shu yerga ko'chib kelgan ekansiz. Birinchilardan keldik. Subsidiya asosida oldik, davlatimiz bizga 100 million yordam berdi. Endi oyma qancha to'layapsiz? Oyma-oy 2 million 300 dan to'lab kelyapmiz har oyga. Necha yil davomida endi? 20 yil davomida. Turmush o'rtog'ingiz ham o'zingiz ham ishlaysizmi? Bemalol o'zim ishlayman. Shu yerdagi shaharchadagi 53-maktabda boshlang'ich ta'limdan dars beraman o'quvchilarga. Bemalol oyliklar yetib. Oyligimiz yetib, bemalol hammasiga. Qizim, katta qizim student, tibbiyot fakultetini talabasi, 1-kurs talabasi. Ikkinchi farzandim, o'g'il farzandim maktabda 9-sinfda o'qiydi. Mana shu yerda 53-maktabimizda. Hammasi uchun yurtboshimizga yaratgan imkoniyatlar uchun rahmat aytamiz. Va mas'ul xodimlarga, bizga shu uyni olishga yordam bergan xodimlarga, hammalariga ko'mak berganlar uchun minnatdormiz, rahmat aytamiz. Biz mana
internet tarmoqlarida ko'ramiz, eshitamiz-ku, boshqa davlatlarda, xorijiy davlatlarda odamlar uy olishga juda ham qiynalishadi, uysiz, ijarada yashashadi. Hatto umrini oxirigacha ijarada yashaydiganlar oxirigacha ham ijarada yashaydigan odamlar bor. Lekin biz uchun yurtboshimiz shunchalik imkoniyat yaratib berdilarki, o'rta hol oila ham bemalol uy ola olishi mumkin. Subsidiya asosida bemalol to'lab, oilasini yurg'izib, tebrata olishi mumkin. G'ijduvoniy qurilish maydonlarida hayot qaynayapti. Har bir yangi bino, har bir yangi qurilish loyihasi yurtimiz taraqqiyoti, xalq farovonligi va yangi O'zbekiston g'oyasining amaliy ifodasidir. G'ijduvon tumani aholi soni ko'p bo'lganligi sababli yangi O'zbekiston massividan tashqari tumanimiz markazida 60 dan ortiq ko'p qavatli uylar bugungi kunda tadbirkorlarimiz tomonidan qurilmoqda. Bu degani 6400 ga yaqin xonadonga ega bo'ladi. Bugun O'zbekistonning har bir viloyati, har bir tumanida yangi O'zbekiston ko'rkiga monand zamonaviy massivlar, ko'p qavatli shinam uy-joylar barpo etilmoqda. Bugun buni biz G'ijduvon tumani misolida ko'rdik. Bunday hududlar yurtimizda hali ko'p topiladi. Demak, yangi manzillardagi islohotlargacha